Tezlash. Janob, men haqi bo'ldim. Короче, menda chotki ideya bor. Bu samolyotni hozir Johani qo'shnisiga sovg'a qilasan. Keyin Johani qo'shnisi Johaga va buni haydab ko'r deydi va garaj qurib ber deydi. Keyin Joha haydashni bilmaydi-ku, buni avariya qiladi va o'lib ketadi. Keyin biz qishloqni egallab olamiz, tushundingmi? Chinarli. Bor hozir Johani короче, nima edi? Qo'shnisiga sovg'a ber. Sovg'a qilishingni ayt, men unga chang-pangini tozalab turaman. Xo'p, janob. Xo'sh, hozircha yaxshi yuryapti, bez problem. Endi oxirigacha bez problem bo'lsin. Chunki yangi mashina, bunaqa unga buzilib qolish, yurmaslik degan narsalar qilmaslik kerak. Agar buzilib qoladigan bo'lsa, dabdala men buni yangi olib turib buzib qo'ysam, nima bu? Nima bu? Bu yerda samolyot? To'xtayli. Axir men yangi mashina olib kelganman. Bu yerdan qanday o'tkazib ketaman mashinamni samolyotni oldidan? To'xtayli, mana shu yonidan siqsa kerak mashinam. Короче, chutki mashina sotib oldim o'zimga yoqib. Boshim tegmasa bo'ldi. Tegmasa ekan bez problem o'tib ketar ekanman. Mashinamni mana shu yerga qo'yaman hozircha. Bo'ldi. Menimcha normal, lekin bitta minus tomoni buni eshigi chap tomonga ekan, вообще g'alati ekan. O, daraxtga tegam deb o'yladim, tegmas ekan. Вообще dahshat, retro mashina. Menga yoqdi. Retro Pedromi, короче, yurib tursa bas. Assalomu alaykum janob qishloq, qalaysiz? Jo'xi yangi mashina olsam, qo'llab olsa, taydan shamollar o'tib tursin. Rahmat, taydan o'tolmasa kerak, chunki tayi past ekan. Mayli, ko'tarib turamiz, o'tib ketadi. Bo'ldi, rahmat, addushi brat. 1-2 so'm pul berardi bu qo'llab olsa ekan, lekin pulim yo'qda. Bo'ldi, jigar, shu gapingizni aytganingizda o'zi men katta sovg'a qarich qochib turay endi men. Xo'sh, uyimga ham yetib keldim, o'zi ham bir hafta shaharda yurdim. Svet yo'qib ketgan ekan, men pulim tugab qo'ygan bo'lsa kerak. Aytgancha, bachiga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa, jigarlar, men qishloqdan, shahardan kelyapman. Короче, kamera bunaqa, protsessor, notebook, stul tudemiz deb, короче, gamerlik uchun hamma narsa olib kelganman. Bularni hozir joylashtirib chiqishim kerak. Короче, sizlar uchun udar kontentlar qilmoqchiman, bundan da udaridan. Lekin sizlarga bitta narsani tushunmayapman. Nimaga videolarimni ko'rib kanalga obuna bo'lmayapsizlar? Voy, nima deyotganimni o'zim ham bilmayapman. Jigarlar, meni videolarim 95% obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Qiyin emas-ku. Obuna bo'lish knopkasi turibdi. Bitta bo'lsa sizlar 3 ta kanal chiqadi, uchalasiga ham tirsiz obuna bo'lib tashinglar. Sizlardan hech nima ketmaydi, bilaman. Короче, jigarlar, hozir men video orgacha ko'rib tursanglar nima qilmoqchiligimni aytaman. Xullas, hozir menga daraxt kerak bir ikkita. Mana bu yerda ochamanda gamer xonamni kattartiraman. Tosham kerak aytgancha. Tak. Ana endi, lekin mana samolyot kimniki ekan? Janob, mana samolyot kimniki? Qo'shnidan so'ragin. Bo'pti, hozir so'rayman. Aytgancha notebooklarni qo'yib olay hozir. 1 minut. 1 minut. Tak, bularni qo'yamiz. Tak, kirgan asosiy inventarga olaylik. Xo'sh, hozir uyimni kattartiramanda, u narsalarni joylashtirib chiqaman. Xo'sh, hozirgi brat ketib qopti. Assalomu alaykum qo'shni, qalaysiz? Yaxshi, o'zingchi? Zo'r. Mana bu samolyot sizdanmi? Bitta kishi sovg'a qilib ketdi. Kim sovg'a qildi? Bilmayman kimligini, lekin sovg'a qilib ketdi. Короче, men haydashga tushunmayapman. Haydab ko'rgin, qanaqa samolyot ekan, yaxshimi, yomonmi bilmayapman. Bo'ldi, hozir haydab ko'ramiz, bez problem. Lekin hozir ishim bor, ishlarni qilib keyin haydasam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xo'p. Tak, hozir borib daraxt olib kelib, keyin tosh olib kelib, keyin haydab ko'raman, lekin umrimda samolyot haydab ko'rmaganman. Balki avariya qayoqqa unaqa yomon o'y-xayollar kerak emas bizga. Faqat yaxshilikni o'ylash kerak, chunki avariya qilib qo'yishim shart emas. Avariya qilib qo'yadigan bo'lsam, nima bo'lib ketadi bilmadim. Lekin avariya qilmaslik kerak buni, chunki samolyot yangi samolyotga o'xshayapti. Yangi samolyotda avariya qilsa, вообще g'alati bo'lib ketsa kerak, bilmadim. Lekin umrimda samolyotda avariya bo'lmagan ekanman, qaranglar. Bo'lmagan ham kerak emas, chunki aytyapmanki, yomon narsalar o'y-xayollarni yig'ishtirish kerak, shunchaki yaxshilikni o'ylash kerak. Tak, hozir daraxt olib borishim kerak. Obichniy daraxtlar nimaga bunaqa kam o'rmonda topish bez problem. Bez problem emas, yes problem. Chunki вообще nega daraxtlar bosib ketgan ham yoqda. Ber jungli emas-ku, lekin shunaqangi daraxtlar bosib ketgan. Tak, bir ikkita tosham kerak endi. Uyimni kattaroq qilishim kerak. Shunda bemalol kompyuterlarim sig'adi. Maza qilib o'ynab o'tiraman. Qishlog'imizda qo'ylar ko'payib qopti. Kecha bir ikkita qo'shnim yo'qolgandi. Balki ular qo'yga aylanib qo'ygandir. Yo'q, qanaqa. Bilmadim. Balki rostdan ham qo'yga aylanib qo'ygan bo'lishi mumkin. Endi kim bilsin. Mo'jiza qanaqadir qo'yga aylanib qo'ygan bo'lsa dahshata. Xo'sh, tosh menimcha yetadi. 13 ta tosh, 12 ta daraxt. 12 ta daraxtdan 48 ta yog'och olinadi. Tak, menimcha hammasi normal edi. Qishloq bu yoqda edi-ku, men qayoqqa ketyapman. Tak, hozir bu narsalarni uyimga qo'yib chiqib samolyotni haydab ko'raman.
Qanday bo'ladi samolyot haydash bilmadim. O reaksiyani ko'rish kerak. Tak, uyimni qanday kattalashtirishni o'ylab ko'rish kerak. Menimcha mana shu yerdan kattalashtirsam kerak. Chunki bilmadim. Xo'sh, mana shu yerda olib tashlar ekanman, o'ylab qaradim. Xo'p, bu tamom bizga kerak emas. Mana shu oynani ham sindirib tashlaymiz. Tak, lekin oynani bekor sindirdimmi deb o'ylayman. Toshni o'zi bekor olib kelibman, chunki tosh kerak bo'lmas ekan. Tak, bu yerda olamiz. Daraxt tursin paka joyida. Tak, bu yerga bunaqa qilamiz. Xo'p, bo'ldi. Bu yerda ham yopaymikan? Ochaymikan, yopaymikan debman. Tak, bunaqa. To'xtanglar, mana uni hammasini taxtaga aylantirib yuboray. Taxta yetmaydi deb o'ylab yotibman, lekin taxta ko'p olib kelganim esimga yo'q. Bu yerga oyna qo'yish kerak, lekin oyna yo'q hozir menda. O'shaning uchun qo'ymay turaman. Tak, hozir bugun olib kelgan narsalar. Samolyotni haydab ko'rishim kerak, nima qilib o'tiribman. Hamma iloji mana bu narsalarni joylashtirib olish kerak avval. Xo'p, mana 3 ta stol qo'yamiz. Voy. Vah, qo'lim qiyshiq tapor qani edi. Buni sindirsa sinib ketmasmikan? Yo'q, bu kirga bilan sinar ekan-ku. Pulni olishga balo bormi? Nahotki pul bilan sinsa. To'xtaylar. Asosiy inventarga olaylik. Bu kirka bilan sinadi dedim, ko'rdinglarmi? Bu temirda yasalganda chunki. Tak, temirli bo'lgani uchun baquvvat bo'ladi, cho'tki bo'ladi. Tak, yaxshi. O'rtaga mana buni qo'yamiz. Buni bu tom. Vah! Qo'lim nima bo'lgan qo'limga? Qiyshiq qo'yaveraman. Tak, mana. Cho'tki. Sizlar uchun o'tar kontenlar chiqaraman endi. Ketdim endi bor. Samolyotni haydab ko'rishim. Protsessorni qo'yish eski yo'qmi, qaranglar. Protsessor mana bu yerda turadimi? Tak, qaysi tomon? Oynali tomon. Yonadi, ko'ryapsizlarmi? Tak, kamera paka. Tak, qayerga qo'ysak bo'ladi kamerani? Tak, faqat mana shu mana cho'tki hammasi normal. Ana endi samolyot haydaymiz borib. Tak, hop, qalay bo'lar ekan samolyot haydash. Hali mana mashinamga garaj ham qurishim kerak, lekin mana samolyot haydab ko'rish kerak. Qo'shnim aytdi-yu, haydab ko'rma, hayday olmayapman deb. Tak, qanday o'tiriladi bunga? Ha, mana o'tirdim. Tak, qanday uchiraman? Qanday tepaga qanday yuradi bu? Tepaga qanday ko'tariladi? Voy. Stop. Men qanday minardim? Qanday mindim? To'xtanglar. Men qanday yurg'izsa bo'ladi? Umrimda samolyot minib ko'rmagan ekanman. O'shaning uchun hayday olmayapman. Tak. Hozir buni bu yoqqa qilsak hech nima bo'lmaydi. Mana. Yo'q, bundan emas. Tak, qandaysiga? Yo, men tushunmayapman. To'xta. Oppo. Avariya bo'lishim hech gap emas. Yaxshi, tinchgina haydamay qo'ya qolganim ma'qul. Yo, haydaymikan? Yo, avariya bo'lsamchi, men qurilib ketsamchi. Oldinga qarab to'g'ri yurib ketyapti. Qanday orqaga surib qaytaraymikan? Tak, surib ham bo'lmayapti, to'g'ri ekan. Tak, surib bo'lmayapti-ku buni. Bo'ldi, qarorchi, qo'shnimga borib aytayman, buni hayday olmas ekanman deyman. Rostdan ham qaranglar, qiyin-da buni haydash. Qanday haydayman men buni? Bilmadim. Hozir qo'shnimga aytaman. Tak, qo'shnim uyida edi. Qo'shni kechirasiz, samolyotingizni yurg'izib qo'yib borib qo'ydim. Ko'rdim derazadan. Haydash qiyin ekan menimcha. Menga samolyot kerak emas. Mayli, o'sha yoqqa yotaversin. Rostdan kerak emasmi sizga? Da, kerak emas. Undan men olsam bo'ladimi? Sen nima qilasan? Haydashni bilmaysan-ku. Bo'lib metallonga topshirib yuboraman. Bo'ldi, olayverunda. Rahmat, Abdushi, brat, sog' bo'ling. Tak, metallonga topshirib yuborsam, bilasizlarmi, bu 200-300 tonna narsa. Yo'q, qanaqa 2-3 tonna temir bor. 2-3 tonna temirni 3000 dan 4000 dan hisoblasak qancha bo'lib ketadi, bilasizlarmi? Juda ham boyib ketaman. Mana qishloq men uyimning ichida turgandek ko'rinadi. Bu daraxtga nima qilyapti? Daraxt bilan gaplashyaptimi? Bilmadim. Tak, svet yoqsam yorug'lik bu yoqqa kelmasa ham mayli, chunki protsessorda yorug'ligi bor, qaranglar. Tak, protsessorda yoqib o'chirsa bo'ladi. 1000 wattlik pitaniya qo'yilganmi? Dahshat-ku. Voy, video karta RTX bo'lsa kerak. RTX bo'lsa dahshat bo'lardi, chunki RTX eng kuchli video kartalardan biri. Tak, Minecraft skachat qilish kerak. Bor ekan mana unda. Qaranglar, o'tlarni turishi qaranglar. Dahshat. Inventarda hech narsa yo'q. Tak, hozir o'ynaymiz. Biroz normal video olishim kerak birlikda sizlar uchun albatta. Keyin bu videolarni montaj qilib turib YouTube'ga qo'yaman. Normal prosmotr kelmasa, lekin sizlardan xafa bo'laman. Tak, obuna bo'lib videoni oxirigacha ko'rishinglar kerak. Bu uchun tak, sichqonchasi вообще takoy ekan. Menga yoqdi, qaranglar. Dahshat. Mana bu yonib o'chadigan bir ikkita yoritgichlar bor ekan, lekin klaviatura opchi yonib o'chmas ekan. Menga mana shunaqa tomonlama yoqmadi. Kreslo aylanar ekan, lekin tepaga boshim tegyapti. Bu g'alati degani, bu degani. Kamerasini sinab ko'rish kerak. Kamera dahshat. Вообще Full HD videolar ekan, 60 FPS da. Bu juda ham yaxshi. Stream uchun menimcha yaxshi bo'lsa kerak. Tak, sandiqda narsalarim bor. Garaj qurishim kerak mashina uchun.
Tak bu kerak emas. Shu ikkalasidan foydalanib qurib tashlashim kerak. Lekin mashinamda o'zi ko'chada tursa ham bo'laveradi-yu, lekin qurmasak iloj yo'q. Chunki qishloqlar bor, bilasizlar, ular juda ham xavfli. Har narsa qilishi mumkin. O'shaning uchun baribir o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shningni to'g'ri tutma degan-ku. O'shanga o'zimga ehtiyot bo'lishim kerak. Tak mana shunaqa qilib bo'lsa ham o'rab qo'ysam atrofini, menimcha yaxshi bo'ladi. Tak prosta yog'och taxta yetsa bo'ldi. Taxta yetar ekan, 30 tadan ziyod edi, 20 nechta qoldi, 21 ta qoldi. Bo'ldi, mana shunaqa tursa ham chotki bo'ladi. Bu yerdan kirib chiqadi mashina, bu yerda daraxt turibdi, bu yerdan o'zim kirib chiqaman. Menimcha normal. Ustini yopishimga menimcha hojat bo'lmasa kerak, chunki yomg'ir qor mavsumi hali kelgani yo'q. Kelib qolsa, o'shanda ustini yopsam bo'ladi. Yomg'ir qor yoqmayapti nimagadir, bilmasam qachon yoqar ekan. Menga yomg'ir yoqadi. Sizlarga qaysi ob-havo yoqadi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar albatta. Tak bo'ldi. Endi bir ikkita video olsam, keyin montajni qilib turib YouTubega yuklayman. Mana bu yerda Minecraft bor. Bundagi modlarni unga tashlash kerak. Hozir qanday? Telegramdan tashlasam bo'ladi yoki to'g'ri telefonimga o'tkazaman notebookdan. Bo'ldi. Endi bu telefonimdan bu kompyuterga, telefonni ulaymiz birinchi. Tak keyin esa o'tkazamiz. Dahshat modlarim bor, mashina modlari. Dahshat. Bo'ldi, bular haydayman hozir. Zombi apokalipsis modini o'rnatib turib o'ynash kerak, chunki menga zombi apokalipsis qiziq. Balki horror modlar o'rnatarman. Qanday qilib bo'lsa ham, короче, zo'r o'yinlarni o'ynayman endi. Короче, videolarni kuzatib boringlar. Sizlar bilan men Joxa bo'ldim.